Rasulullohning sahobasi bo'ldim. U zot mendan rozi bo'ldilar. Abu Bakrga do'st bo'ldim. Unga itoat qildim. So'ng Abu Bakr vafot etdi. O'lgunicha itoatda bo'ldim. Xalifa bo'lmagunimcha o'zimdan xavotirlanmasdim. Qaniydi hech narsasiz ketsam, na foyda, na ziyon ko'rsam, mening ahvolim sababli musulmonlarning ishlari to'xtab qolmasligi kerak. O'rnimga odam saylansa, odamlar ixtilofga borishmaydi.